Do'stlar, mana o'sha va'da qilingan Damazga keldik do'stlar. Toshkent Chinozdan akalarimiz safarimning 3-kunida agar rostdan piyoda umraga yetib borsang, shu Damazni berib yuboraman degandi. Bilasizlar do'stlar, mana yangi jild. Do'stlar, qaranglar, men uydan duo olib chiqqanman, umraga piyoda boraman deb, lekin bu Damaz uchun bormagandim. Bu hammasi yo'lda ko'pchilik va'da qilgan, bilasizlar. Eng amalda ko'rsatgani shular bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga. Qaranglar, men bilasizlar, surprizim bor degandim. Hozir Damaz menga o'tdi, qaranglar. Xo'p, sizlar aka, shu Damaz bilan hozir bitta taklifim bor. Damaz sizning nomingizga o'tdi, nima qilsangiz? Bo'ldi. Do'stlar, bilasizlar, yo'l davomida Allohim menga hamma nima bo'lsa mukofotini berdi. Endi xullas aka, ko'p marta aytdim, surpriz bor deb. Endi shu Damazni bitta obunachimga berib yubormoqchiman. Yo'q, Hozir yoki berib yuboraman. Agar xohlasalaring do'stlar, shuni sotib, pulini menga obuna bo'lgan, paddisha qilgan, yo'l davomida paddisha qilib turgan insonlarga tarqatib yubormoqchiman. Nima deysiz? lekin Shu narsani qilmoqchiman aka. Ko'pchilikka mana shu surpriz bor deb shu narsani qilmoqchiman. Sizlar va'dalaringni turdilaring, mana berdilaring. 5 oy davomida qiziqish bo'ldi. Allohning uyiga boraman, piyoda boraman deb. Lekin bu narsani akamiz piyoda yetib borsam beraman degan. Mana yangi do'stlar, nima deysizlar? Shu narsani o'ylab surpriz qilib mana sizlarga xohlasalaring bitta podpischiga berib yuboraman sovg'a qilib, yoki pulini hamma obuna bo'lgan podpischilarimga tarqataman. Do'stlar, to'g'risida men ota-onamga hozir bersam bo'ladi, lekin men o'z mehnatim bilan ota-onamga mashina mindirmoqchiman. Kelajakda inshaalloh aytganman, birinchi minadigan mashinam M5 BMW bo'ladi deganman. Do'stlar, nima qilaylik? Kommentga yozinglar. Shu Damazni hozir Namanganga olib ketamiz, akam nomimga o'tkazdi. Inshaalloh yo bir kishiga ketadi Damaz yoki puli hozir qancha Damaz hozir puli sotsangiz? 90 millionlar bor hozir, 85-90. Kim olar ekan? Kommentga yozamiz. Yangi Damaz do'stlar. Xohlasalaring puli, xohlasalaring bir kishiga bitta obunachimga berib yuboraman. Menga obuna bo'lgan insonlarga paddeshga qilgan. Sizlar sababli yetib bordim do'stlar. Hammasi shu narsalar sizlar sababli erishyapman. Allohim menga mukofotini berdi. Endi sizlarga ham qanaqadir mukofot bo'lishi kerak. Kuzatinglar do'stlar, mana bu Damaz sizlarga. Menga Allohim yetarlicha berdi. Allohga shukr.